Aziz do'stlar, men hozir ijtimoiy tarmoqlarda bittani ko'rib qoldim. Ana Shershin ari deb Xitoy arisini aytibdi. Xitoy arisini kelib chiqishini men sizlarga hozir aytib beraman. 2009-yilda men Toshkentga ishga bordim. Bu yerda absolutno u ari yo'q edi. Keyin 2009-yil polni shu yerda ishladik. 2010-yilda Xitoydan katta havo, mana Chakman, Paton degan mashinalar kirib keldi. Shakllanmagan har bir tashkilot 4tadan, 5tadan, xullas juda katta partiyada kirib keldi. Va o'sha mashinalar bilan o'sha ari ham kirib keldi. 2010-yilda Toshkentda o'sha ari bo'lgan vaqtida vodiyda u ari yo'q edi. Vodiyda. Keyin 2011-yilda vodiyga ham kirib keldi. Vodiyda ham o'sha mashinalar ko'payib ketdi. Xitoydan juda ko'p mashinalar keldi. Keyin 2011-yilda shu Namangan territoriyasida ham rosa ko'payib ketdi. Birinchi kelganda tualetlar bormi, shiplariga, cherdahlar bormi, uylarda shipi bormi, panir qilgan bo'lsangiz panirlariga hamma yoqqa uyini solib tashladi. Mo'ri malaxday keldi kelganda ham. Odamlarda endi shunchalik ko'paygandan keyin odamlar choqishni ham boshladi. Odamlar ham bilib bilmay uni dektasi qo'liga tushdi. Keyin cho'chib qoldi odamlar. Keyin unga qarshi odamlar o'zi kurashib ketdi. O'sha aytganlaridek salarga chashdi, qaynoq suv chashdi. Xullas, hozir danni momentda 2026-yil bo'lsa, ular ancha yil bo'ldi. Qishloqlardan qochib chiqib ketgan ular. O'sha aholi yashamaydigan yerlar, dambalarda qirg'og'i, molxonalar, bostirma o'sha aholi yashamaydigan yerlarda kam harakat bo'ladigan yerlarga qochib chiqib oldi, qo'rqib qoldi. 2012-yilda meni o'sha Toshkentdan ishdan bo'shab keldim. 3 yil 4 yil shu yerda ishladim endi yilmayli bo'lsa. Keyin kelgandan keyin bekarchi bo'lib ko'chada o'tirsam bir kishi keldi-da, meni kranim bor, o'sha kranimda minib tursang, o'yli qilib beraman. Qancha? Bir oyda bir 3 kun yo 4 kun ish bo'ladi, boshqa vaqtda bo'sh bo'lasan, 300 ming o'yli qilib beraman o'sha moment, o'sha vaqtlarda. Keyin men ha bo'pti deb ko'ndim, ayga o'tdim. O'tsam 5 tonnalik kran ekan. Pnevma gidravlik. Rishotka ekan. Keyin o'shanda rosa shaharlar ko'paygan vaqt edi. Ayda men 3 oymi 4 oy ishladim, xolos ko'p ishlamadim. Ishga kirishim bilan aytdiki, bu 3-razryad bilan sizga buncha o'yli qilib bera olmayman dedi. Bo'pti dedim-da, o'sha uchebniy sentrga bordim-da, qayta ekzamen topshirib 6-razryad qilib keldim, chunki stajim yetib qoladi. Keyin ular 6-razryadlik kranovshik bo'lib ishga kirdim, 5 tonnalik kranga. 6-razryadlik kranovshiklar 50 tonna, 55 tonnalik kranlar minishga huquqi bor. Lekin men shu yerda o'sha trosovoy rishotka deydi uni, rishotka kranda 3-4 oy ishladim. Qarasam bir oyda 3 kun 4 kun ish bo'ladi degan haligi mana oy kalendari 31 kun bo'lib qolsa, men 35 kun ishlayapman. Qarab, tushunasizlar endi buni 35 kun ishlashimni. Shu vaqt tugaydi, ishga chaqiradi yana. Falon yerda bitta yuk boshan chiqadi. Xullas, u 300 ming pulga 5 tonnalik kranda
30 gün, 35 gün qilib ishladim. Kechqurunlari ham ishga chaqirardi. Keyin bir kun boshlig'imni urishib qoldim, so'kishib endi. Keyin aytdim, topshiraman kiraningni ol dedim. Bergan 200 ming pulga yonimdan cho'ntamdan 300 ming pulga 200 ming qo'shib 500 ming rasxod qilib ketyapman. Uyimga pul olib borolmayapman. Ular kiranni topshirdim va bekor cho'p qoldim. Hech narsa ish qilmay qo'ydim. Baliq ovga borib, baliq ov qilib yurdim. Keyin bir kun o'sha arini sinab ko'rdik. Qarmoqqa bolalar o'sha lichinkalarni olib borib soluvdik. Laqa baliq juda yaxshi olar ekan. Keyin hozirgi dangi momentda arilarni o'sha ko'payishini ovchilar kutib turadigan bo'lib qoldi. Undan keyin u arilarga o'zini sosoq mayda baliqlar uzib o'taverganiga qop tikish turgandik. Haligi detski patak o'ynaqlardan qop tikib, qopni ichiga to'ldirib, o'sha qopchalar, kichkina qopchalar. Keyin baliqlarga beradigan bo'ldik, tashlaymiz. U asosan nachopkada oxirida endi ertalab turaveradi degan momentda shunaqa qilib qopga qop qilib tashlab qo'yardik-da, kutib yotardik, o'zi qasra sudrab ketardi. Endi hozirgi momentda ular ham qishloqlarda past qolmadi, issiq, hammasi o'sha tinch yerlarga qochib chiqib olgan. Biroq ularni ham borib o'sha olayotgan momentimizni ko'rsatib, borib qanaqa yem berayotganlarimizni ko'rsatib, video qilamiz inshaalloh. Haligi Amerika arisi bu, shershin ari bu yolg'on gap, shershin emas bu. Bu Xitoydan kelgan shu Xitoy arisi, endi otini bilmaymiz u, lekin shershin emas. Shershinlar yerga uya soladi, qovog'ariga o'xshab, o'sha kaotiga uya soladi. Buni mana YouTube'dan ham ko'rishlari mumkin. Qidirsalar chiqaveradi. Shuning uchun aniq tushuncha shu. Ularni juda hurkah ari bo'ladi. Odamlarni birinchi kelganda odamlarga bir hujum qilib, dab qilib, qo'rqitib, o'zicha O'zbekistonda egallab olamiz deb, hali ona Xitoyliklarga o'xshab bayrak ko'taruvdi. Unga mana bu ovchilar o'zi ta'zirini berib qo'yapti. To'g'risini aytganda bizni qishloqlarda hozir qishlog'imizda bir 6 ta ovchi oladigan bo'lsa, 6 ta ovchi. U ari yo'q bizda. Agar bir dona uya solgan bo'lsa ham chaqiradi. Ov boryapsizmi deydi. Ha, meni uyimga ari uya solyapti. Olib keting deydi. Vaqt qilganda borib tandirdan non uzib olgandek qilib uzib olib ketaveramiz. Baliqlarga chuvalchang bergandan o'sha kechki nochnoy ovga o'sha yaxshi. U shershin, pershin deb hamma har xil gap qilmasa, Amerikadan kelgan, Amerikaning yo'q, bu o'sha 2009-yilda ham bizda yo'q edi bu ara. 2010-yilda o'sha Xitoydan keldi. Xitoy mashinalarini O'zbekiston oldi. O'shanda Havo, Foton degan mashinalar keldi. Men o'shanda Toshkentda ishlardim. Vodiyda yo'q edi. 2010-yilda u absolut ari yo'q edi. O'zimizni o'sha eski jing'illar arilarimiz bo'lardi. Endi mana u jing'illar arilarni ham kamaytirib, bu haqiqatan ham agressiv ari deydi-yu, lekin bizni hal choqqan yo'q. Mana misol shu 10-yildan bo'lsa 16 yil bo'libdi. 16 yildan beri hali men choqqan yo'q. O'sha har yili bir setka qora salafanda non uzganda uzamizda. Ovga boramiz, egizamiz, ortib qolsa haliga tashlaveramiz. Daryoga baliqlar yesin, urganib tursin deb. Ama avgust oyidan bular bola qo'yish to'xtatadi. Avgust oxirlariga borganda bola qo'yish to'xtatadi. Hozir esa kuchaygan vaqt shu kunlarda.
u paytda qovog'arlar kuchayadi. Qovog'arlar uya qo'yib, hozir endi kichkina shu bir yong'oqday yo bo'lmasam bir piyoladek bo'ldi qovog'arlarga. U vaqtda shu shershin ariga o'xshab uyasini lagan bo'lib 3 qavat, 4 qavat, 5 qavat qavat qilib uya qo'yadi qovog'arlar. Qovog'arlar keyin qovog'arga o'tib ketamiz. Qovog'arni bolalar sal barakaliroq bo'ladi. Ona alayni bolalarga qaraganda. Lekin yumshoq bo'ladi. Mana bu hozirgi shu Xitoy ariniki qattiqroq bo'ladi. Qarmoqqa o'zini qo'yib tashlasangiz ham titilib ketmaydi. Ammo qovog'arlarga o'sha qopga solish kerak uni. Qoplar tayyorlaymiz, kichkina qopchalar. Ichini o'sha lichinka to'ldirib, qarmoqni ham qo'shib, ichiga tashlab, og'zini baylab qo'yiladi. Asosan laqa baliqlar juda yaxshi yeydi uni. Mana do'stlar, o'sha biz aytgan Xitoy ari bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Mana Xitoy ari bo'ladi. Endi buni olamiz hozir mana. Bor. Bunday qilib non uzganda uzib olamiz. Ko'rinyaptimi? Ana. Bizning ishimiz bitdi. Ko'rdinglarmi? Ichida o'tiribdi ular. Buni olib borib chekkaroq yerga qo'yib qo'yamiz. Issiq yerga qo'yib qo'ysak, tezroq qochib ketadi. Uya bizga qoladi. Buni xohlasangiz baliqqa berishingiz mumkin, xohlasangiz dakallar, tovuqlarga, cho'jalarga bersangiz undan ham zo'r bo'ladi. Mana do'stlar, mana shu fermer shiyponaga keluvdik. Mana shu arilar chiqdi. Bularni endi olib borib baliqlarga bersak bo'laveradi. Baliq ovchi bo'lmasa tovuqlarga bersa ham cho'jalar, tovuqlar mazza qilaydi. Buni ichida lichinkalar bor. O'sha lichinkalari mana. Ko'ryapsizlarmi? Ichida lichinkalar turibdi.